Bob al-Manda bo'g'ozi orqali kemalar qatnovi keskin kamaydi. Husiylar hujumlari va tahdidlari tufayli Saudiya Arabistoni neft eksportini vaqtincha to'xtatishga majbur bo'ldi. Bu esa xalqaro logistikada jiddiy muammolarni keltirib chiqarmoqda. Eronning Xotam al-Anbiyo markaziy shtabi bayonot berishicha, AQSh harbiylari tomonidan Eron dengizi blokadasiga olish yoki uni saqlab qolishga qaratilgan har qanday harakatlar mojaroning kuchayishi sifatida baholanadi va tegishli choralarga sabab bo'ladi deya bayonot berdi. Iroqda AQShning yana bir MQ-9A Reaper droni urib tushirildi. MQ-9 razvedka zarba beruvchi droni Iroqning Bobil viloyati osmonida Eron tomonida bo'lgan Iroq qurolli guruhlari tomonidan urib tushirildi. Muxbir: Eron masalasida yana qancha sabringiz qoldi? Tramp: mening vaqtim yetarli. Ularning butun qirg'oq chizig'i vayron qilingan. Hormuz bo'g'ozi juda yaxshi holatda. Hozirda muzokaralar olib bormoqdamiz, dedi muxbirning savoliga javoban Tramp. AQSh prezidentining ta'kidlashicha, eronliklarni pora evaziga sotib olib bo'lmaydi. Ularni faqat mag'lub etish lozim va ayni paytda ular ustidan jiddiy g'alaba qozonilmoqda. Bundan qanday natija chiqishini esa vaqt ko'rsatadi, dedi AQSh prezidenti. Isroil muxolifati yetakchisi Yair Lapidning fikricha, Tel Aviv Saudiya Arabistoniga uranni boyitish huquqi berilishiga hatto diplomatik munosabatlar normallashgan taqdirda ham rozi bo'la olmaydi. Agar qirollik uranni boyitish imkoniyatiga ega chiqsa, Turkiya ham, Misr ham shunday talabni qo'yadi. Birlashgan Arab Amirliklari Qo'shma Shtatlar bilan tuzilgan kelishuvga ko'ra bunday huquqdan voz kechgan. Biroq boshqa davlatga uranni boyitishga ruxsat berilsa, ular ham xuddi shunday huquqni talab qilishi mumkin. Bu esa Yaqin Sharqdagi yadroviy qurollanish poygasini keltirib chiqaradi va bunga hech qachon yo'l qo'yib bo'lmaydi, dedi Isroil muxolifati yetakchisi. Taniqli amerikalik siyosatshunos Jon Mearsheimerning fikricha, Eronni taslim qilishga majbur qilishning hech qanday iloji yo'q va Qo'shma Shtatlar bu mojarodan mag'lub bo'lib chiqib ketmoqda. Uning ta'kidlashicha, eronliklarni taslimga erishish maqsadida zarba berish mumkin bo'lgan biror bir nishonlar majmuasi mavjud emas va bunday holat hech qachon yuz bermaydi. Ekspertning so'zlariga ko'ra, Eron o'ta jiddiy mavjud xavf bilan yuzma-yuz kelgan bo'lib, oxirigacha kurashishga tayyor va buning uchun yetarli salohiyatga ega. Washington esa bu urushni boy bermoqda, dedi taniqli amerikalik siyosatshunos.